11 noyabr 2025-yil soat 20 da Milliy TV kanalida Ofsinlar serialining 37-qismi namoyish etiladi. Bu sana tomoshabinlar uchun uzoq kutilgan voqea bo'lishi shubhasiz. Har bir yangi qismda serial oila munosabatlarining chuqur tomonlarini ochib beradi. Muhabbat, rashk, sadoqat va sinovlar bir-biri bilan qorishgan insoniy taqdirlar ko'rsatiladi. Ofsinlar ikki kelin hayotini hikoya qiladi. Ularni bir oila birlashtirgan bo'lsa-da, xarakter va qarashlar ularni ajratib turadi. Serial markazida hurmat, sabr va mehr bilan sinovdan o'tadigan ayollar hayoti. Rejissyor o'zbek turmush tarzining samimiyligini, qadriyatlarning nozik jozibasini mohirlik bilan aks ettiradi. Har bir qism hayotning o'z aksidek, bu yerda sun'iylik yo'q, faqat chin his-tuyg'ular bor. 37-qismda esa kutilmagan tan olishlar, yangi sirlar va taqdirlarni o'zgartiradigan qarorlar bo'ladi. Ofsinlar bu sabr, donolik va oilaviy mehr haqida chuqur o'ylantiruvchi hikoya bo'lib, har bir tomoshabinni ilhomlantiradi.